Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar. Darvozalarimizni Xudo xolasa terib oldik. Xudo xolasa darvozalarimizni o'z egalariga chiroyli qilib ustanovkalar qilib beramiz. Darvozamiz high-tech fasonda bo'lgan, listlari 2 qavatli ruchnoy darvozalarimiz nержавейкаlardan qo'yib foydalanganmiz. O'ta go'zal va chiroyli darvozalarimiz, o'ta mustahkam 2 qavatli 1.8 listlardan tayyorlangan. Yo'llariga nalichkalardan foydalanganmiz. Bu darvozamiz karnizli reflyonkali darvozalarimiz. Kvadrati 850 ming so'mdan, listlari 1.3 deb bo'lgan. Bu darvozamiz shtampovka high-tech varianti bo'lgan. Unga ham nержавейкаlardan foydalanganmiz. Bu darvozamiz 2 xil variantda tayyorlanadi. Nержавейкali, nержавейкasiz. Nержавейкali bo'ladigan bo'lsa kvadrati 650 ming so'm, nержавейка bo'lmaydigan bo'lsa 600 ming so'mdan o'z egalariga olib borib topshiramiz, xudo xolasa. Bu darvozamiz Dubai fason pechat. Bu ham o'ta go'zal va chiroyli chiqqan. Sepilishlari ham o'ta ideal darajada sepilib tayyorlanganmiz. Bu darvozamiz ham high-tech fasonda bo'lgan. Ham nержавейкаlardan qo'yib foydalanganmiz. Ko'rib baho berasizlar, xudo xolasa o'ta go'zal va chiroyli ishlardan chiqarib o'z egalariga olib boramiz. Bu darvozamiz ham high-tech nержавейкали shtampovka darvozamiz, listlari 1.3 da tayyorlangan. Xudo xolasa o'ta go'zal. Kraskalari ham o'ta ideal darajada chiroyli qilib sepilgan. Matvi laklardan foydalanganmiz. Darvozamiz radiator listlardan foydalanib, tepalariga lazer listlar qo'yganmiz. Havo aylanishi uchun, xudo xolasa o'ta go'zal va chiroyli. Kimga mana shunaqangi sifatli darvoza, kaziro, perilara qiladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib olib borib o'rnatib beramiz. Mana yerda yana bitta shohona darvozamiz bor. Xudo xolasa bu ham o'ta ideal darajada chiqqan. O'rtalariga lazer listlardan foydalanganmiz. Yo'llariga cho'tir listlardan qo'yib, yo'llariga tumbalarini qo'yib nima qilganmiz? Egalarning buyurtmasiga asosan. Xudo xolasa egalarga ancha yillar xizmat qiladi. Lazer listlardan foydalanib, listlari 1.8. Bunaqangi cho'tir listlardan qo'yganmiz. O'ta go'zal va chiroyli chiqqan. Xudo xolasa o'z egalariga juda chiroyli va sifatli ishlar olib borib o'rnatib beramiz. Mana yerda darvozamiz bor. Buni xudo xolasa bugun sepib, buni ham o'z egalariga olib borib topshiramiz.